Buloqboshi tuman axborot kutubxona markazi taqdim etadi. Jadidchilik harakatida ayollarning o'rni. 20-asr boshlarida Turkiston o'lkasida vujudga kelgan jadidchilik g'oyasi yangicha islohotlarning yoritgichi edi. Nafaqat ta'lim yoki madaniy-ma'rifiy uyg'onish, balki chuqur siyosiy va huquqiy yuksalishni ham o'zida mujassam etgan. Xotin-qizlar tengligi va huquqlarini faol himoya qilgan Behbudiy, Fitrat, Cho'lpon va Munavvarkori kabi ko'plab taniqli jadidlar ayollarning mavqei va huquqlarini oshirishning ochiq tarafdorlari bo'lgan. Ular ko'p xotinlilik, majburiy nikoh, nomusga tegish va o'ldirish kabi regressiv amaliyotlarni axloqsizlik sifatida keskin qoralaydi. Buning o'rniga jadidlar, jumladan Fitrat, jamiyat o'z ma'rifatini ayollarga munosabati bilan ko'rsatadi deya ta'kidlagan. Ular ayollarning ta'lim olishi, yosh turmushga chiqishini cheklash, saylov huquqi kabi siyosiy huquqlarni ta'minlanishi zarurligini ilgari surib, ushbu g'oyalarni himoya qiladi. Ko'pgina jadid yetakchilari gender tengligini insoniy ma'naviy shart sifatida jasorat bilan himoya qiladi. Ayollar ozodligi kabi risolalarni nashr ettiradi. Birdamlikni targ'ib qilish uchun ayollar uyg'onishi kabi jamiyat tuzadi. Vaqt o'tishi bilan jadidlarning ijtimoiy targ'iboti ayollarning imkoniyatlari va ularning jamiyatdagi o'rni haqidagi qarashlarni mazmunli o'zgartirdi. Keyingi dunyoviy va huquqiy islohotlar uchun mafkuraviy asoslarni yaratdi.